Mashinani haydamadingmi? Yo'q, aka. Haydash bilmayman. Bo'pti. Men ketdim. Yaxshiyam teskari qo'yganim bilmadilar. Alo. Ha, Nozik qaydasa? Do'kon ketyapti-tim, uyda shakar qolmagan ekan. Ha, unda ko'rishaylik. Yo'q, ko'rib qolishadi. Ya, ko'rishamiz, hozir boraman. Hozir. Ha, yaxshi qiz. Bu yerda yaqin atrofda magazin bormi? Magazin shu mahallani boshida. Qochib tur. Tush gaplashib olamiz. Qishloqqa keldim, o'g'linga qizimga gapira olaman deb o'ylayapsan. Magazin so'rab bo'lmaydimi? Rostdan magazin so'radimi? Ha. Xafa bo'lmaysan, noto'g'ri tushunibman. Adingga yetmaysan ishqilib? Yosh bola ko'ra olmaylar. Ayingacha. Ayyo yetmayman. Buvinggacha. Qisay suyun. Qayerdan paydo bo'lib qolding o'zi sen? Ha, ketotdim o'zi. Bir payt urushayotgan ekansizlar. Sen kalta yozsam debman. Xafa bo'lmaysan, mehmon bizdan o'tdi. Ha, mayli. Mehmon demaylar, ismimni aytib chaqiravringlar. Isming nima? Ismim Shohruh. Meniki Botir. Meniki Suyundiq. Nima? Suyundiq, suyun, qattiq ne, suyun. Ha. Suyun. Bo'ldi, yaxshi. Qishlog'inglar yaxshi ekan, go'zal ekan. Alo. Nima bo'ldi? O'ziga keldimi? Tushunmadim, senga nima?